Assalomu alaykum hurmatli siyosiy ma'rifat soati ishtirokchilari. Bugungi o'quv soatida davlat xizmatchilarining professional kompetensiyalarini rivojlantiruvchi videolavhalar namoyishini e'tiboringizga havola etamiz. 27 noyabr kuni Prezidentimiz Gretsiya, Indoneziya, Latviya, Fransiya, Rossiya, Yaponiya va Tojikiston elchilaridan ishonch yorliqlarini qabul qildi. Shu kuni davlatimiz rahbari O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasining hisoboti bilan tanishdi. Prezidentimiz Yevropa Ittifoqining xalqaro sheriklar bo'yicha komissari hamda kengayish masalalari bo'yicha komissari boshchiligidagi delegatsiyani qabul qildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Fransiya Respublikasi transport vazirini qabul qildi. 28 noyabr kuni Prezidentimiz Birlashgan Arab Amirliklarining hukumat delegatsiyasi bilan uchrashuv o'tkazdi. Davlat boshqaruvi samaradorligini oshirish sohasida o'zaro manfaatli hamkorlik bo'yicha qabul qilinayotgan yangi 5 yillik dasturni keng ko'lamda amalga oshirish zarurligi ta'kidlandi. Davlatimiz rahbari byurokratiyani bartaraf etishga bag'ishlangan xalqaro forum ochilishida ishtirok etdi va startap loyihalariga asos solgan yoshlar bilan uchrashdi. Davlatimiz rahbari eksport salohiyatini oshirish va tadbirkorlarning davlat xizmatlaridan foydalanishni soddalashtirish yuzasidan taqdimot bilan tanishdi. Prezidentimiz huzurida ekologik vaziyat barqarorligi, chiqindilarni boshqarish, qish mavsumiga tayyorgarlik va yong'in xavfsizligini ta'minlash yuzasidan yig'ilish bo'lib o'tdi. 2 dekabr kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev Jizzax viloyatiga tashrif buyurib, yirik infratuzilmaviy loyihalar bilan tanishdi. 3 dekabr kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev Toshkentda transport boshqaruvini takomillashtirish va tirbandliklarni oldini olish choralariga doir taqdimot bilan tanishdi. Prezidentga davlat idoralarining aholi bilan kommunikatsiyasi samaradorligini oshirishga qaratilgan ishlar yuzasidan axborot berildi. Davlatimiz rahbari kimyo sanoatida ishlab chiqarish va eksportni oshirish hamda tan narxini pasaytirish yuzasidan taqdimot bilan tanishdi. Davlatimiz rahbari Prezident Olimpiadasi o'yinlarining g'olib va sovrindorlari hamda barcha ishtirokchilariga tabrik yo'lladilar. Shu kuni davlatimiz rahbari Rossiya Federatsiyasi hukumati raisining birinchi o'rinbosari Deniz Manturov boshchiligidagi delegatsiyani qabul qildi. Prezident administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva raisligida Toshkent shahri va mamlakatimizning boshqa shaharlarida havo ifloslanishi bilan bog'liq vaziyatni barqarorlashtirish chora-tadbirlari yuzasidan yig'ilish bo'lib o'tdi. Vengriya davlat boshqaruvi va hududiy rivojlanish vaziri, Sirdaryo viloyat hokimi, boshqaruv samaradorligi agentligi direktori ishtirokida uchrashuv bo'lib o'tdi. Tuman hokimlari o'rinbosarlari uchun 2 kunlik seminar trening tashkil etildi. Trening O'zbekistonda davlat xizmatlarini ko'rsatishni yanada takomillashtirish loyihasi doirasida Yevropa Ittifoqi va Birlashgan Millatlar Tashkiloti taraqqiyot dasturi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi boshqaruv samaradorligi agentligi hamkorligida tashkil etildi. Hurmatli tinglovchilar, endi navbat hozir sodir bo'layotgan voqealar tafsilotiga. Qozog'iston 2040-yilgacha yangi neftni qayta ishlash zavodini qurmoqda. Energetika vaziri Yerlan Akenjenovga ko'ra, zavod yiliga 10 million tonna neftni 95% chuqurlikda qayta ishlaydi. Uni ishga tushirish orqali mamlakatning umumiy quvvati 40 million tonnaga yetkaziladi. Buyuk Britaniya Xitoyni tahdid deb atadi, biroq hamkorlikka ochiqligini bildirdi. Buyuk Britaniya bosh vaziri Keir Starmer Xitoyni mamlakat milliy xavfsizligi tahdid sifatida baholadi. Shu bilan birga u London, Pekin bilan hamkorlik va savdoni davom ettirishdan manfaatdor ekanini qayd etdi. Turkiya g'arb sanksiyalari fonida Rossiya nefti importini qisqartirdi. Reuters ma'lumotlariga ko'ra, g'arb sanksiyalarining kuchayishi sabab Turkiya noyabr oyida Rossiyaning Urals neft importini oktyabrga nisbatan 1/3 qismga kamaytirdi. Eron va Turkiya Osiyo-Yevropa harbiy koridori uchun qo'shma temir yo'l qurmoqchi. Eron tashqi ishlar vaziri Abbas Araqchiga ko'ra, Eron va Turkiya Osiyo va Yevropa o'rtasida harbiy koridor vazifasini bajaradigan yangi qo'shma temir yo'l qurish bo'yicha kelishuvga erishdi. Xitoy xalq raisi Si Szinpin blogerlar va onlayn platformalar ustidan nazoratni kuchaytirishni buyurdi. Xitoy markaziy televideniyasining xabar berishicha, Si Szinpin internetni boshqarish bo'yicha uzoq muddatli mexanizm yaratishni talab qildi. Yevropa ittifoqida turmush darajasi 40 yil ichida AQShga nisbatan eng past darajaga tushdi. Bloomberg ma'lumotlariga ko'ra, Yevropa ittifoqida turmush darajasi oxirgi 40 yil ichida birinchi marta AQShga nisbatan eng past ko'rsatkichga tushdi. Yevropada energiya narxlari 60% ga oshib, sanoat ishlab chiqarishi esa atigi 1.2% ga o'sgan. Mutaxassislar bu vaziyatni haddan tashqari byurokratiya va a'zo davlatlarning vakolatlarini topshirishdan bosh tortishi bilan bog'lamoqda. Bloomberg agentligining ta'kidlashicha, populizm kuchayishiga qarshi turish uchun Yevropa ittifoq iqtisodiy raqobatbardoshligini tezda tiklashi zarur. Konstitutsiyamiz baxtimiz qomusi, tenglik, teng huquqlikka imkoniyatlar deya e'tirof etiladi. Konstitutsiyani biz bosh qonun deymiz. Ya'ni bu shaxs, jamiyat va davlat o'rtasidagi munosabatlar bor. Ko'zga ko'rinmaydigan, lekin juda ham jips bog'langan munosabatlar bor va mana shu munosabatlar konstitutsiyaviy norma prinsiplarga asoslanadi. Ya'ni har bir insonning huquq va majburiyatlari o'zaro bog'langan holda u jamiyatni tashkil qiladi. Va jamiyat va davlat o'zaro doimiy munosabatda. Ya'ni davlat o'sha har bir insonni barkamol bo'lishi uchun, hayotda farovon yashashi uchun, o'zi oldiga qo'ygan maqsadlarga erishish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratib beradi va davlat o'ziga xos bir qancha konstitutsiyamizda majburiyatlar olgan. Yangi tahrirdagi konstitutsiyamizning ustun tomoni shundan iboratki, yangi tahrirdagi konstitutsiyamiz eski tahrirga nisbatan
davlatning ijtimoiy majburiyatlari 3,5 baravar oshganligi, 3 baravardan ziyod oshganligini, konstitutsiya normalari 65% yangilanganligini ko'rishimiz mumkin. Bu yangilanishlar nimalardan iborat? Avvalo, insonning eng muhim bo'lgan fundamental huquqlari kengaytirildi. Insonni o'sha ilm olish, sifatli sog'liqni saqlash, sifatli ekologik muhitda yashash, davlat tomonidan ishsizlikdan himoya qilish, nafaqa, ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan shaxslarni qo'llab-quvvatlash, ijtimoiy davlatning muhim majburiyatlari konstitutsiyamizga kengaytirib berildi. Va mana shu kengaytirib berilgan kafolatlar har bir insonni hayotdan rozi bo'lib yashashga, hayotda o'z oldiga qo'ygan maqsadlarga erishishiga sharoit yaratib beradi va huquqiy kafolat beradi. Bugungi zamonaviy konstitutsionalizm tendensiyalaridan ham agar e'tibor beradigan bo'lsak, birinchi asosiy nuqta bu konstitutsiya islohotlarini o'z vaqtida va siyosiy, ijtimoiy muhit bilan bog'liq jarayonlarda kechgani bilan bog'liq bo'ldi. Bu bevosita xalqimizni ushbu jarayonda aynan asosiy qonunini, baxti qomusini o'zgartirish jarayonida xalqning ishtiroki bilan ham bevosita bog'liq bo'ldiki, prezidentimiz ta'bir bilan aytganda, konstitutsiya bu xalqchil konstitutsiyaga aylandi. Ya'ni bunda shaxslarning huquqlarini, ularning erkinliklarini amalga oshirish bilan bog'liq bo'lgan jarayonlar o'z aksini topdi. Men bir yosh huquqshunos sifatida e'tirof etishim mumkinki, konstitutsiyamizda bildirilgan jihatlarni o'rganar ekanman, 3000 yillik tarixni o'zida aks ettirib bergan o'sha tariximiz, merosimizdan kelib chiqqan holatda konstitutsiyamizda g'oyalar o'zini aksini topishi. Bevosita 79-moddada yoshlarning huquqlarini berilishi, biz yoshlarga e'tiborni aynan konstitutsiyada, asosiy qonunda belgilab qo'yilishi ham bizning orzularimizni, maqsadlarimizni ham bevosita ushbu moddada aks ettirib beradi. Bu jarayonda ham bevosita faqatgina konstitutsiyada hamma orzular, maqsadlar yoki asosiy qonun o'sha moddalarda, normalarida o'zini aksini topishi kerak emas. Biz yoshlarda ham konstitutsiyaga bo'lgan vatanparvarlik o'zini aksini topishi kerak. Davra suhbatida ta'kidlandiki, chindan ham bosh qomusimizda eng avvalo insonlar va shu orqali yangi O'zbekistonning maqsadlari ifoda etilgan. E'tirof etildiki, bosh huquqiy hujjatimiz barchamizning istiqbolimizga daxldor. Konstitutsiya men uchun avvalo farzandlarimning tinchligi, ularning kelajagi va albatta ta'lim olishi. Konstitutsiya men uchun men va yaqinlarimning erkin, farovon va xotirjam hayoti kafolatidir. U millatimiz ruhiga, hayot tarzi va urf-odatlarga monanddir. Eng ezgu ma'naviy fazilatlarni ham o'z ichiga olgan desak, aslo mubolag'a emas. Aytildiki, bosh huquqiy hujjatimizdan mustahkam o'rin olgan har bir moddada inson huquq va erkinliklari, qonuniy manfaatlari bilan uyg'un normalar mujassam. Konstitutsiya nafaqat bu inson tug'ilishidan boshlab o'sha davlatda yashashi uchun, ishlashi uchun qolaversa, shaxsiy mulki bo'ladimi, o'qishimi, umuman hammasini daxlsizligini himoya qiladigan katta bir asos desak, mubolag'a bo'lmaydi va to'g'ri bo'ladi. Tom ma'noda yangi O'zbekistonimizning huquqiy davlat deb e'tirof etilishi negizida ham olam ma'no bor. Barcha millat va elat va etnik guruhlarni, barcha fuqarolik jamiyati institutlarini, ta'lim tashkilotlari, mahallalar va oddiy fuqarodan tortib boringki, hammamizni huquq, erkinligi va burchlarimiz demak o'zini eng yuqori darajada aksini topgan asosiy qonun hisoblanar ekan. Davra suhbati doirasida markaz xodimlari ishtirokida zakovat intellektual o'yini tashkil etildi. Ayni daqiqalarda zakovat intellektual o'yini qizg'in tarzda davom etmoqda va biz ishtirokchilarga yuzlanamiz. Savollar qiyin bo'lmadimi? Savollar qiyin emas. O'zimiz bilgan savollar tushdi. Endi 3-bosqichda qiyinlashishi mumkin. Konstitutsiyaviy bilimlarimizni mustahkamlashda mazkur tadbirning o'rni qanday? Zakovat bizni to'g'ridan to'g'ri bugun o'sha konstitutsiya oldidagi nafaqat markaz xodimi, balki har birimizni fuqarolik mas'uliyatimizni belgilashimiz oldida konstitutsiyaning oldidagi o'sha bilimlarimizni imtihon qilyapti desak bo'ladi. Xulosa o'rnida aytish joizki, biz konstitutsiyaviy vatanparvarlikni yanada kuchaytirishimiz zarur. Toki mana shu yurtga, unda umrguzaronlik qilayotgan musaffo osmon ostida, tinch totuvlikda umrguzaronlik qilayotgan har bir yurtdoshimiz qalbida, ashyorida, dilida, shiorida hayotiy zarurat sifatida aks etsin. Bu tadbir ishtirokchilarining fikri edi. Uni tashkil etishdan ko'zlangan asosiy maqsad ham aslida shunga qaratilgan.
aslida konstitutsiyamizni har birimizning hayotimizda tutgan o'rni beqiyos. Shu nuqtai nazardan yangi konstitutsiyamizda ijtimoiy davlat tushunchasi bir keng qamrovli qilib yoritilgan, muhrlab qo'yilgan. Shunday emasmi? Albatta, juda ham to'g'ri aytib o'tdingiz. Konstitutsiya bu har qanaqa huquqiy savodxon bo'lgan jamiyatda doimiy harakatda bo'lgan muhim siyosiy huquqiy hujjat hisoblanadi. U inson uchun ham, jamiyat uchun ham, davlat uchun ham nihoyatda katta ahamiyatga ega. Qaysiki inson o'z huquqlarini bilsa, boshqalar huquqlarini hurmat qilsa va majburiyatlarini anglasa, konstitutsiyani mazmun mohiyatini juda yaxshi anglaydi. Mubolag'asiz aytmoqchiman, bu yangilangan bosh qomusimiz chin ma'noda insonparvar konstitutsiya sifatida e'tirof etishga loyiq, chunki butun dunyoda inson huquqlari 110 ga yaqin e'tirof etilgan bor. Ulardan 90 tasi mana shu konstitutsiyamizda o'zini ifoda etgan, namoyon etgan. Ta'lim olish bilan bog'liq huquqlarni kafolatlash, uy-joyli bo'lishi uchun bandligini ta'minlash, umuman sog'liqni saqlash, ta'lim sohasida teng huquqlar yaratish mana shu ijtimoiy davlatning eng muhim xususiyatlaridan biri hisoblanadi. Yana bir muhim jihat xotin-qizlarimiz masalasi. Albatta, konstitutsiyamiz ochiq va adolatli jamiyat qurish, tenglik, teng huquqlilik prinsiplari konstitutsiyada mustahkamlangan. Buni bir muhim jihati aynan bolalar va ayollar huquqlarini kamsitmaslik g'oyasi ham konstitutsiyamizda o'zini aksini topgan. Uni har bitta bandini yoddan bilishimiz kerak. Ayniqsa yoshlarimiz o'z hayotini farovon qilishi uchun konstitutsiyani bilish, o'rganish emas, uni anglash, uni his qilish, unga rioya etishlari lozim. Jadid gazetasining navbatdagi 49-sonidan bugungi kunda jamiyatimizda ko'pchiligimizni o'ylantirayotgan muammolar, ma'rifatparvar jadid bobolarimiz bosib o'tgan siroli yo'llar haqida hikoya qiluvchi, qiziqarli va asosli faktlar bilan boyitilgan maqolalar chop etilgan. Millat ma'naviyati va intellektual salohiyati uchun mas'uliyat qalam ahli, shoir va yozuvchilar zimmasiga ham tushadi. Ammo bugungi globallashuv, raqamlashuv, ijtimoiy tarmoqlar hukmronlik qilayotgan zamonda faqatgina adabiyot vakillarining harakati bilan ma'naviyatni ko'tarib bo'ladimi? Yoki yoshlar qalbida kitob mutolaasiga bo'lgan mehrni qanday orttirish mumkin? Xususan, gazetadan o'rin olgan professor Gulnoza Diyorovaning Adabiyot qog'ozda emas, qalbda yashasin nomli maqolasi orqali ushbu savollarga javob olishingiz mumkin. Internet va zamonaviy texnologiyalar bizga imkoniyat beryapti. Masalan, yurtimizning uzoq tumanlari, chekka qishloqlarda kitob do'konlari yo'q. Kitoblar yoki elektron kitob o'qish qurilmalari bo'lmagan joylarda ham smartfon bor. Shunday vaziyatda millionlab foydalanuvchilar uchun bepul, qulay, sifatli elektron kutubxonalarni ishga tushirish lozim bo'ladi. Bu millat savodini, ta'lim sifatini, tafakkur va ma'naviyatni tiklashning zamonaviy va eng tezkor yo'lidir. Shuningdek, gazetada muallif Jamoliddin Badalovning Jadidlar orzusining ro'yobi nomli maqola chop etilgan. Unda o'z davrida jadidlar barchaning qonun oldida tengligi, milliy til, madaniyat, tarix va urf-odatlarni asrash, yurtdoshlarimizning har biri ta'lim-tarbiya olishga haqli ekanini ifoda etuvchi Maromnoma nomli huquqiy hujjat tayyorlangani. Bu material ayni o'sha davrda millat taraqqiyosini ta'minlashga xizmat qiluvchi bir dastur ekani xususida so'z boradi. Jadidlar o'z davrining siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy muammolarini chuqur tahlil qilgan holda mamlakatning qoloqligi va xalqning qashshoqligiga chek qo'yishning yagona yo'li bu adolatli boshqaruv, ilg'or ta'lim tizimi va iqtisodiy mustaqillik ekanini ta'kidlagan. Nafaqat bilim tarqatish, balki xalqni o'z huquqlarini anglashga, o'z taqdiriga befarq bo'lmaslikka da'vat etgan. Ular bunday davlatning poydevori xalqning huquq va erkinliklarini kafolatlovchi, davlat boshqaruvini tartibga soluvchi oliy qonun, qomus bo'lish kerakligini teran anglab yetganlar. Nashrdan o'rin olgan shu va boshqa maqolalarning to'liq matnini gazetaning rasmiy sahifalaridan o'qishingiz mumkin. Assalomu alaykum. Mif va haqiqatlar biz loyihamizda mana shu ikki tushunchaning chegaralarigacha bormoqchimiz. Diqqat, savol. Tugallanmagan ishlar miyani qiynab, diqqat e'tiborni tortib turadi degan fikrimga qo'shilasizmi? Psixologiyada Zeigarnik effekti mavjud bo'lib, u reja va ro'yxatning o'zaro uyg'unlikdagi samarasi orqali ong ostidagi bosimni yengillashtirishga xizmat qilishi haqida aytilmoqda. Qanday qilib deysizmi?
yaqinroq keling. Hozir bir boshdan tushuntiraman. Zeigarnik effekti insonning psixologik xususiyati bo'lib, tugallanmagan yoki to'xtab qolgan vazifalar tayyor tugallangan vazifalarga qaraganda xotirada kuchliroq saqlanadi degan hodisani anglatadi. Bu effekt nemis psixologi Blyuma Zeigarnik tomonidan 1927-yilda aniqlangan. Xo'sh, nima uchun shunday bo'ladi deysizmi? Oddiy misol, miyada tugallanmagan ish ochiq kontur sifatida qoladi. Ong bu konturni yopishga, ya'ni vazifani tugatishga intiladi. Shu sababli bu vazifa ongimizda ko'proq aylanib turaveradi. Mana masalan, ishlayotganingizda boshlig'ingiz bergan tugallanmagan topshiriq haqida o'ylashni to'xtata olmaysiz. Nazariyaga ko'ra, har qanday tuzilgan ro'yxat bu yukni tashqariga chiqaradi. Masalan, men ham ko'pincha miyamdagi ro'yxatni mana shunday tuzib yuraman. Yozilgan reja esa tugatish yo'lini ko'rsatadi. Demak, ro'yxat stressni kamaytiradi, reja tugatishni tezlashtiradi. Mazkur usulning samaradorligi haqida Brian Tracy o'zining Samaradorlikning 21 usuli nomli kitobida ham e'tirof etmoqda. Mazkur qo'llanmaning 5-qoidasida shunday deyilgan: ro'yxatni rejaga aylantiring. Tuzgan jadvalingizni muhimlik darajasi bo'yicha ketma-ketlikda tartibga soling. Avval nimani va keyin nima qilishni aniq belgilab oling. Shundan so'ng muddat o'ylab ko'ring. Avval qaysi vazifa bajarilishi, undan so'ng nima qilishni rejalashtirish kerakligini belgilab oling. O'z rejangizni qog'ozga ko'rinarli qilib chizing. Bir guruh to'rtburchaklar, aylanalar va har bir rejani bir-biriga bog'lovchi chiziqlar hamda strelkalarni tasvirlang. Shunda rejalar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik yanada aniqroq ko'rinadi. Maqsadingizni alohida qismlarga ajratganingizda unga erishish qanchalik oson ekanini ko'rib, o'zingiz ham hayron qolasiz. Demak, rejalarimiz asosida ro'yxat tuzishni boshlaymiz. Assalomu alaykum. O'tgan gal biz sun'iy intellektning inson hayotida foydalari va zararlari haqida gaplashib o'tgan edik. Qanday funksiyalari bor va bizga qanday yordam bera oladi? Aynan shu haqida hozir qisqacha gaplashib o'tamiz. Marhamat, ketdik. Hozirgi paytda sun'iy intellektdan ko'pchilik foydalanadi. Bu darsimiz sun'iy intellektda endi foydalanmoqchi bo'lgan va o'rganmoqchi bo'lganlar uchun. Sun'iy intellekt deganda birinchi navbatda ChatGPT ko'z oldimizga gavdalanadi, lekin undan tashqari sun'iy intellekt vositalari juda ham ko'p. Ulardan Gemini deyishimiz mumkin, DeepSeek, Grok va boshqa va hokazolar. Biz keling ChatGPTni nima funksiyalari va qo'ldan nima ish kelishini o'ziga savol berib ko'ramiz. Marhamat, ketdik. Xo'p, ChatGPT bizga shunday javob berdi. Xo'p, savol-javob turli mavzularda, ya'ni bilimlarni ulashish, ikkinchisi matn yozish, blog postlar, insholar, hikoya, maqola kabi matnlarni yaratish, tahrir qilish, ya'ni matnlarni tahrir qilish, grammatik va statistik xatolarni tuzatish. Ko'rib turganingizdek, xo'p, to'rtinchisi til o'rganish. Til o'rganishga yordam berish, ya'ni bu degani biz ChatGPT bilan xohlagan tilda gaplasha olishimiz va o'sha tilni o'rganib olishimiz ham mumkin ekan. Endi keling biz zararlari haqida gaplashadigan bo'lsak, har bir sanab o'tilgan funksiyalar bu sizning ishingizni olishi mumkin. Ya'ni til o'rganmoqchi bo'lsangiz, o'qituvchi, matn yozish bo'yicha bu sizga tayyor muharrir, kod yozish bo'yicha tekin IT o'qituvchisi. Tarjima qilish, yaxshi tarjimon. Inson hayotida zararlar degan joyda biz yana bir narsaga to'xtalamiz. Har doim aytiladi, sun'iy intellektga nima uchun siz rasmingizni yuborishingiz mumkin emas. Sizning rasmingizdan foydalanishlari mumkin. Keling, shuni bir sinab ko'ramiz. Siz va biz biladigan mashhur aktyor yoki xonandalar rasmidan foydalanib ko'ramiz. Bank xodimi o'rniga qo'yishga harakat qilamiz. Birinchi o'rinda biz sun'iy intellektga mashhur insonni fotosuratini yuboramiz. Bu rasmdagi insonni bank xodimi sifatida ko'rsatmoqchimiz. Xo'p, uning uchun keling, bizga atigi bittagina logotip yetarli. Xo'p, endi biz bunga shunaqa prompt yozamiz. Prompt ham o'zbek tilida juda ham siz uchun oson va tushunarli bo'ladi degan ham umiddaman. Rasmdagi odamni yuz tuzilishini o'zgartirmasdan uni bank xodimi, bank ofisda kompyuter yonida qo'yib aniq ishlab ber deb prompt yubordik. Bu operatsiyamiz umumiy hisobda 2 va 3 daqiqa vaqtni oladi. So'z isboti bilan mana ko'rib turganingizdek qanchalik o'xshashlik. Oddiy bir logotipni o'zi kifoya, qaysi xodim, qaysi tashkilotda ishlashini isbotlab berishi uchun. Bizni kuzatishda davom eting. Assalomu alaykum, bilasizmi sahifasi yana siz bilan.
Asalning foydali jihatlari ko'p, ammo siz asalning umuman aynimasligini bilarmidingiz? Olimlarning fikricha, hatto 1000 yillar avvalgi asalni ham iste'mol qilish mumkin. Bilasizmi? Har qanday hayvonni o'ldira oladigan Afrika asalarilar asalxo'rga bas kelisha olmaydi xolos. Bilasizmi? Tuyaqushning ko'zi uning miyasidan katta. Uni eng unutuvchan jonivor desa ham bo'ladi. Bilasizmi? Kitlar yer yuzidagi eng uzoq umr ko'ruvchi sut emizuvchilardir. Ularning ayrim turlari hatto 200 yilgacha yashaydi. Afrikadagi Viktoriya ko'lida 500 dan ortiq baliq turi yashaydi. Bilasizmi? Eng katta kutubxona AQSh Kongress kutubxonasidir. Kutubxonada 170 milliondan ortiq material mavjud. Bilasizmi? Afrikadagi baobab daraxti 5000 yilgacha yashay oladi. Eng ko'p pishloq Fransiyada yeyiladi. Shuningdek, bu mamlakat dunyodagi barcha pishloqning deyarli yarmini yetkazib beradi. Buni qarangki, Rubik kubigini atiga 17 marta burab, barcha ranglarini o'z joyiga joylash mumkin. Dunyodagi eng mashhur elektron kitob Stephen Kingning O'qni minib asari. Garvard AQShdagi eng qadimiy universitet ekanini bilarmidingiz? Bilasizmi? Har bir kishi hayotining o'rtacha 2 yilini telefonda gaplashishga sarflaydi. Hindiston konstitutsiyasi AQSh konstitutsiyasidan farqli o'laroq dunyodagi eng katta va murakkab konstitutsiya hisoblanadi. Keyingi hafta so'ngida Bilasizmi sahifasida ko'rishguncha omon bo'lasiz. Nima deb o'ylaysiz? Hidni hissiyot orqali anglab bo'ladimi? Ishoning, anglab bo'lar ekan. Olimlar ultratovush yordamida hid bilish funksiyasida olamshumul kashfiyot qilishdi. Buning uchun ular miyaning hid qabul qiluvchi qismiga ta'sir o'tkazadigan maxsus qurilma ishlab chiqqan. Tadqiqotda 2 nafar ishtirokchi qatnashgan bo'lib, qurilma ishga tushirilganda ular ko'zlarini yumish kerak bo'lgan. Natijada respondentlar hech qanday manbasiz toza havo, chirigan meva va gulxan isini his qilgan. Masalan, tadqiqot davomida ishtirokchilardan biri yonida axlat qutisi bor deb o'ylagan. Ko'zlarini ochganda esa bu faqat tasavvurida sodir bo'lganini tushungan. Qizig'i, mutaxassislar endilikda mazkur dasturning porloq istiqboli haqida jar solmoqda. Xo'sh, bu qanchalik istiqbolli? Tasavvur qiling, bo'm-bo'sh xonada o'tiribsiz. Atrofda hech qanday hid yo'q. Biroq siz tog' havosini xohlaysiz. Marhamat, maxsus qurilmani taqasiz. Ko'zingizni yumib, uni ishga tushirasiz. Zum o'tmay dimog'ingizga tog' havosi uriladi. Go'yo tog'da yurgandek. Yoki yaxshi ko'rgan filmingizni mana shu qurilma bilan tomosha qilishni xayolingizga keltirib ko'ring. Tasvir, ovoz va hid uyg'unligidagi ajoyib film. Ma'lumot uchun, bu tadqiqot mutaxassislarga xuddi matn kabi hidning ham ma'nosi bor degan tushunchani bermoqda. Ma'noni hidlash atamasi aynan mana shuni anglatadi. Biroq bu hali to'la-to'kis isbotlangani yo'q. Buyruq korxona va tashkilotlar faoliyatida eng ko'p ishlatiladigan yuridik kuchga ega bo'lgan asosiy boshqaruv hujjati hisoblanadi. Buyruq rahbariyatning biror ishni bajarish, xodimni ishga qabul qilish, bo'shatish yoki ichki qoidalarni o'rnatish kabi masalalar bo'yicha rasmiy qarori yozilgan hujjatdir. Buyruqlar asosan 3 ta asosiy vazifani bajaradi. Birinchi, kadrlar masalasi, xodimni ishga olish, ishdan bo'shatish, lavozimni o'zgartirish, ta'til berish. Ikkinchi, asosiy faoliyat masalasi, korxona ishini tashkil qilish, biron bir komissiya tuzish, yig'ilish, o'tkazish tartibini belgilash. Uchinchi, intizomiy jazo va rag'batlantirish, xodimni mukofotlash, unga chora ko'rish. Buyruqning quyidagi zaruriy qismlari bor: gerb, muassasaning ramziy belgisi, vazirlik va boshqarma nomi, muassasa xos raqami, hujjat shaklining xos raqami, muassasa nomi, sarlavhasi mazmunidan kelib chiqib nomlanadi, sanasi, raqami, buyruq chiqqan joy nomi, hujjatning nomi, ya'ni buyruq. Buyruq matni agar ilovalar bo'lsa qayd qilinadi. Rahbar yoki o'rinbosar imzosi. Buyruqning asosiy matni asoslovchi kirish qismi va farmoyish qismlaridan tarkib topadi. Asoslovchi, ya'ni kirish qismida buyruqdan maqsad, shart-sharoit, sabablar ko'rsatiladi. Asos qilib olinayotgan buyruqqa havola qilinadi. Nomi, raqami, sanasi yoziladi. Ayrim hollarda buyruqqa asos bo'lgan hujjat uning farmoyish qismi tegishli bandda ko'rsatiladi. Ba'zi buyruqlarni asoslashga hojat bo'lmasligi mumkin. Bunday hollarda ular to'g'ridan-to'g'ri farmoyish qismi bilan ham berilaveradi. Buyruqning farmoyish qismi yangi satrdan bosh harflar bilan yoziladigan buyuraman so'zidan keyin boshlanadi. Shu so'zdan so'ng 2 nuqta qo'yilib, yangi satrdan farmoyishlar beriladi. Zaruriyatga qarab farmoyishlar bandlarga bo'linib, arabcha raqamlar bilan belgilanadi. Raqamdan so'ng nuqta qo'yilib, so'z bosh harfdan boshlanadi. Farmoyishlarda odatda kim qanday vazifani qaysi muddatda bajarilishi ko'rsatiladi.
harakat majhul fe'l shaklida ifodalanadi. Masalan, amalga oshirilsin, ta'minlansin, yuklatilsin, hisoblansin. Bajaruvchilar, muassasa yoki uning tarkibiy qismlari, mansabdor shaxslar lavozimlari ko'rsatilgan holda ko'pincha jo'nalish kelishigida qayd qilinadi. Kadrlarning shaxsiy tarkibiga oid buyruqlar maxsus bosma ish qog'oziga yoki oddiy buyruq qog'oziga yoziladi. Qaysi maqsadda yozilishiga ko'ra sarlavha qo'yiladi. Masalan, ishga qabul qilish to'g'risida yoki rag'batlantirish to'g'risida va hokazo. Bunday buyruqlarda kirish qismi bo'lmasligi mumkin. Farmoyish qismida odatda bandlar bo'ladi. Familiya ham bosh harflar bilan, ismi va ota ismi esa matnda oddiy harflar bilan yoziladi. Hech qachon yoshingiz kichik bo'lsa o'zingizdan katta insonga salomlashish uchun birinchi bo'lib qo'l uzatmang. Odob nuqtai nazaridan bizning mentalitetimizda yoshi katta inson birinchi bo'lib qo'l uzatadi, yoshi kichik inson qo'l uzatilganda keyin qo'l uzatadi. Bo'lmasa shunchaki assalomu alaykum deya murojaat qilinadi. To'g'ri, bu oddiy gapga o'xshab tuyulishi mumkin, lekin o'rni kelganda juda muhim. Assalomu alaykum siyosiy ma'rifat soati ishtirokchilari. Bugun sizlar bilan kelajak nafasi ufurib turgan manzil tomon sayohat qilamiz. Yaponiyadagi Digital Art yo'nalishidagi kelajak san'ati muzeyi TeamLab sizni hayratda qoldirishi aniq. TeamLab bu Yaponiyaning Tokio shahrida joylashgan noyob raqamli san'at muzeyi. U 2018-yilning iyun oyida Odayba hududida ochilgan. Ushbu muzey hajmi taxminan 10,000 kvadrat metr bo'lib, 60 dan ortiq interaktiv raqamli ko'rgazmalardan iborat. Bu muzeyni yaratgan jamoa TeamLab zamonaviy texnologiya va san'atni birlashtirib, har bir tashrifchiga noyob tajriba taqdim etadi. Muzeyda 470 dan ortiq yuqori aniqlikdagi projektorlar, 520 dan ortiq harakatni kuzatuvchi kameralar o'rnatilgan. TeamLabning asosiy tamoyili chegaralarsiz san'at. San'at asarlari devorlar yoki xonalar bilan chegaralanmaydi. Ular xona va makonlar bo'ylab harakatlanadi. Bu yerda tashrifchi san'atni tomosha qiluvchi emas, balki uning bir qismiga aylanadi. Muzeyda mashhur zonalar mavjud, jumladan rezonans lampalar o'rmoni, suv zarrachalari olami va kristal dunyo. Har bir ko'rgazma foydalanuvchining harakati va o'zaro ta'siriga javoban o'zgaradi. 2019-yilda TeamLab Time Magazine tomonidan yilning eng yaxshi joylar ro'yxatiga kiritilgan. 2022-yilda esa muzey o'zining dastlabki joyidan ko'chib, Azabudai Hills hududida yangi joyda faoliyat yuritishni boshladi. 2024-yil fevral oyida yangi joyda ochilgan muzeyga tashrifchilar soni tezda ortdi. 2019-yilda Odaybadagi muzey 2-3 milliondan ortiq tashrifchiga ega bo'lgan. Yangi joyda ham tashrifchilar soni yuqori bo'lib, muzey dunyodagi eng ko'p tashrif buyurilgan san'at muzeylaridan biri hisoblanadi. Muzeyga kirish narxlari quyidagicha: 18 yosh va undan kattalar uchun 3800-4800 yapon yenasi. Taxminan bu o'zbek so'mida 100,000-130,000 so'mni tashkil etadi. Bugungi kunda TeamLab kelajak san'ati va texnologiyasining eng ilg'or namunasi sifatida dunyoda keng tanilgan bo'lib, millionlab sayyohlarni o'ziga jalb qilmoqda. Siyosiy ma'rifat soati hamda M-sayohat loyihasi orqali mana shunday ajoyib manzillarda ko'rishguncha omon bo'ling.
Hurmatli siyosiy ma'rifat soati ishtirokchilari, e'tiboringiz uchun rahmat. Kuningiz xayrli o'tsin. Siyosiy ma'rifat soatining video kontentlarini Telegram sahifasiga ulangan holda doimiy kuzatib boring.